الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetli qarindoshlar, bugungi suhbatimizda oldi bilan Alloh subhanahu va taolaga hamd sana aytgandan keyin va barliq ishlarimizda Alloh subhanahu va taoladan yordam so'ragandan keyin başlamoqchi bo'lgan darsimiz, bugungi darsimizning mavzusi Tariqul Hidayah, ya'ni hidoyat yo'li. Biz bugungi darsimizda inshaalloh hidoyat yo'lining nima ekanligi, hidoyatning qanday bo'lganligi haqida bir qadar tafsiliy holatda to'xtalmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sura Ali Imronda shunday deydi-ki: "Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan kishilardi. Ey iymon bilan sharaflangan kishilar, ey mu'minlar, Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar. Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar va la tamutunna illa va antum muslimun, va musulmonlik holatinglarda faqat va faqat musulmon holatinglarda o'linglar dedi. Jininglarni Allohga musulmonlik, islom ustida taslim qilinglar. İnsan qanday bo'lganda Alloh subhanahu va taolaga haqiqiy mu'min holatida Allohning dargohiga bora oladi. Qanday qilganda Alloh subhanahu va taolaga jinini musulmon holatida taslim qila oladi? Shaksizki u ana shu hayotida hidoyat ustida manganda, kech kunduz har bir hayotida davomli holatda Alloh subhanahu va taolaning to'g'ri yo'lida mangan vaqtida u hidoyat ustida jon bera oladi. Ammo u Alloh subhanahu va taolani tunimay, hayotida xohlagancha esiga kelgan vaqtda Allohni aslab qo'yib, qolgan vaqtda o'ynab kulib yursa qanday bo'ladi? U ana shu balki u eng oxirdagi Allohga jinini topshiradigan holatda, xatarlik bir holatda jinoyat ustida jinini topshirib qilishi ehtimolligi intayin yuqori. Chunki payg'ambar alayhisalom hadisda "Man asha ala shay'in mata alayhi va man mata ala shay'in bu'isa alayhi." Kimki qanday bir narsaning ustida dunyoda yashagan bo'lsa, hayotidagi uning safari, yo'li qaysi bir shakl, qaysi bir narsaning ustida bo'lgan bo'lsa, qanday bir shaklda yashagan bo'lsa, shu narsaning ustida o'ladi deydi. Qaysi bir shaklda tutib mangan bo'lsangiz, shu shaklning ustida, shu vaqtda shu harakatni qilayotgan vaqtingizning ustida o'lasiz deydi. Va kimki qanday bir shaklning ustida o'lgan bo'lsa, shu narsa o'lganda qanday o'lgan bo'lsa, shu shaklda qiyomat kuni qabrisidan shu shaklda turg'izildi, qiyomat kuni shu shaklda hashr qilindi dedi. Ya Alloh saqlasinki, inson yomon bir jinoyatni qilayotgan vaqtda bu bizga shuni aslatadiki, shu narsani bildirdiki, har qanday vaqtda mu'min hayotida hech bir zaman xatolikni, jinoyat deydigan narsa yiqilmaslik, uningdan noiti qechishni aslatadi insonga. Chunki balki Alloh subhanahu va taolo insonning jinini shu jinoyatni ishlayotgan vaqtning ustida elishi mumkin. Ajal son shu vaqtda kelishi mumkin. Agar shu vaqtga qanday bo'ladi? Qanday narsaning ustida va man mata ala shay'in bu'isa alayhi. Qanday bir narsaning ustida o'lgan bo'lsa, shu shaklda jinoyat qilib turib o'lgan bo'lsang, jiningni shu holatda topshirgan bo'lsang, jinoyat Allohning oldida jinoyat qilayotgan holatda hashr qilinsa, qabrdan turg'izilsa. İbadet Allah'a boysunayotgan, yaxshi ishlarni qilayotgan holatda jiningni Allohga topshirgan bo'lsang, shu shaklda bir toat ibodatning ustida jiningni Alloh olgan bo'lsa, buningga muvaffaq qilgan bo'lsa seni, ana sen shu shaklda turg'izilsan qabringda. Shuning uchun
nimada haj mezgilida ihromlik holatida o'lib ketgan kishini ihromlik holatda hashr qabrisiga dafn qilindi. Payg'ambar sollallohu degan go, ana shu qiyomat kuni talbiya etgan, labbayk Allohumma labbayk deb talbiya etgan holatda ana shu ikromlik kiyimi bilan hashr qilindi. Qiyomat kuni shu shaklda turg'izildi degan payg'ambar alayhissalom. Allah subhanahu wa taala hammamizni to'g'ri bir ish ustida o'zining yo'lida, o'zining roziligining yo'lida harakat qilayotgan go'zal bir toat ibodat, Allohga bo'ysunayotgan bir shaklda jinimizni elishini, Allohga shu shaklda ruhimizni taslim qilishimizga muvaffaq qilsin Allah subhanahu wa taala hammamizni. Endi mavzumuga kelsak, ya'ni tariqul hidoyat dedik, ya'ni hidoyat yo'li dedik. Biz bu hidoyat yo'lini qisqacha bir qancha bosqichga bo'lib sharhlab o'taman. Birinchisi biz hidoyatning qismlarini, hidoyatning qancha qismi bo'linganligiga to'xtalamiz. Ikkinchisi hidoyatning sabablari haqida to'xtalamiz. Uchinchisi hidoyatning alomatlari, hidoyatning alomatlari, uning ko'rinishlari qanday bo'ldi degan haqida to'xtalamiz. To'rtinchisi insonni shu hayot dunyoda hidoyat yo'lida uni to'sib qo'ydigan, uningga to'salg'u bo'ladigan to'salg'ular haqida to'xtalamiz. Barliq qarindoshlarimdan, ekran altidagi barliq qarindoshlarimdan bu soatlik darsimizda menga faqat bu darsga qalbinglarni, faqat qulqinglarni emas, balki yuraginglarni, qalbinglarni oriyatga berib turishinglarni so'rayman qarindoshlarimdan. Allah subhanahu wa ta'ala shundaqla Allah subhanahu wa ta'aladan meni va barliq qarindoshlarimni o'zining mustaqim bo'lgan to'g'ri yo'lida mengu o'ziga jinimizda topshiruvchi bo'lgan vaqtgacha o'zining shu to'g'ri yo'lda mustahkam qilishini Allah subhanahu wa ta'aladan so'rayman. Allah shaksizki bunga qodirdir. Qarindoshlarim, endi hidoyatning qismlariga kelsak. Hidoyat buni tushuntirishdan burun, hidoyatning qismlarini so'zlashdan burun shaksizki bu narsani bilib olishimiz kerakki, Allah subhanahu va taala bandalariga minnat qiladigan, bandalariga shu ne'matni ato qilganligiga faxrlanadigan, banda men senga falan mundaq hidoyat ato qildim degan bandaga ato qilingan har qanday ne'matning eng cho'ngi, eng sharafligi, eng isili nima bo'lsa, shaksiz va shaksiz Allah subhanahu va taolaning bir insonga, bir bandaga hidoyat ne'matini ato qilishi. Buningdan ortiq, buningdan cho'ng, buningdan sharafli bir ne'mat hech bir zaman bo'lmaydi. İman, mu'minni bandasini o'ziga iymon etgan, o'zini bir deb tunishga muyassar qilishidan ortiq bir hidoyat, bir go'zal bir Allohning ato qilgan bir ne'mat bo'lmaydi inson uchun. Shuning uchun Allah subhanahu va taala bütün bandalariga hidoyatni kunda bir qatim emas, balki har bir rakat namozlarda namoz o'qigan inson farz sunnat demasin, har bir rakat namozlarida Allah subhanahu va taoladan bütün bandalariga hidoyatni, bandalarga shunday farz qilganki, hidoyatni talab qilgan mendan hidoyatni talab qilib, ey Allah meni shu to'g'ri yo'limda qilgan, hayotimning oxirgi to'g'ri yo'lda qilgan deb Allohdan har bir rakat namozimizda Allohga sig'inib turib, Allohga yolvorib turib, ey Allah meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan, to'g'ri yo'lga boshlagan deb buni talab qilishimizni bütün mu'min bandalarning hammasiga farz qilgan Allah subhanahu va taolo. Qur'oni Karimda sura Fatihani har bir rakat namozimizda o'qiymiz. Mayli farz bo'lsin, sunnat bo'lsin, Fatihasiz namoz emas. Hammamiz bilamiz. Mana bu namozimizda, mana bu surada ihdinas siratal mustaqim, bizni to'g'ri yo'lga boshlagan ya Rabbi. Bizni to'g'ri yo'lning ustida mustahkam qilgan, to'g'ri yo'lga boshlagan deb buni talab qilish, bu hidoyatni talab qilishni Alloh subhanahu va taolo bandalariga farz qilgan. Endi bu hidoyat nima? Bu hidoyatning qismlari yuqorida so'zlab o'tganimizdek qancha qismga bo'linadi desak, oldi bilan biz hidoyatningki nima ekanligini bir tushunaylik. Hidoyat til lug'atdagi ma'nosi, hidoyatning lug'atdagi ma'nosi nima deganda, bu dalolat qilish, bir narsani ko'rsatib qo'yish, tonishtirib qo'yish, boshlab qo'yish, bayon qilish. Buningki lug'at ma'nosi, tildagi lug'at ma'nosi hidoyatning bu. Bayon qilish, tonishtirish, ko'rsatib qo'yish, dalolat qilib qo'yish. Bu tildagi ma'nosi. Endi biz hidoyat necha qismga bo'lindi degan ma'noga kelsak, hidoyat 4 qismga bo'lindi. Birinchi qism umumiy hidoyat. Umumiy hidoyat. Bu umumiy hidoyat degandan dalilni nereden aldınız ise
Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda Musa alayhissalom va Harun alayhissalomdan Fir'avn degan maxluq bu ikki payg'ambardan so'raydi. Parvardigoring, sizlarning parvardigoringlar kim deb so'ragan vaqtda Musa alayhissalom bergan javobni Qur'oni Karimda Allah sura Tahada hikoya qilib shunday deydi. Qala faman rabbukuma ya Musa. Bu Fir'avn degan maxluq dediki, yani Musa alayhissalom Harun alayhissalomning huzurida so'radiki, "Ey Musa, sizlar ikkinglarning, yani Musa alayhissalom va Harun alayhissalom Fir'avnning qishiga da'vat qilib keldi Fir'avnni. Kelgan vaqtda so'radiki, "Sizlarning parvardigoringlar kim ey Musa?" deb shunday so'radi. So'ragandaki Musa alayhissalom javob berdi dediki, "Qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Etti Musa alayhissalom dediki, "Bizning parvardigorimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga shakl, o'ziga munosib holatda shakl ato qilgan. Ya'ni a'ta kulla shay'in khalqa. Har narsaga uning yaratilishini, ya'ni o'sha narsaning o'ziga shakl, o'ziga munosib shakl, o'ziga munosib suratda shakl ato qilgan, yaratgan. Summa hada, undan keyin shu yaratgan barliq maxluqotlar, barliq narsalarga o'ziga loyiq holatda o'zining yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni hammasini mukammal shaklda ko'rsatib, shu tarafga yo'llantirgan, shu tarafga yuzlantirgan Parvardigorimiz, bizning Robbimiz, bizning Allohimiz ashunday zot deb javob berdi. Endi bu yerda o'ylab boqaylik qarindoshlar. Masalan, misol keltirish to'g'ri kelsa, ko'zimizni o'ylab boqaylik. Ko'z. Allah subhanahu va taolo bu ko'zni shu qadar go'zal bir shaklda yaratdiki, inson qarasa go'zalligida maslik qildi bir inson. İnsanning ko'ziga qarab, bir ko'zga qarab turib o'ylab boqing. Bu ko'zning harakatiga, bu ko'zning nafs go'zalligiga qarab bir oldingizdagi insonning o'zingizning ko'ziga aynakka qarab boqing. Oldingizdagi insonning ko'ziga qarab Allohning naqadar buyuk zot ekanligini tafakkur qilib boqaylik qarindoshlar. Shu qadar go'zal shaklda yaratdiki, uni ham ko'radigan qildi. Alloh subhanahu va taolo bu ko'zga, hattoki bu ko'zga har xil narsalar insonga, masalan, inson tayoq yegan vaqtda yoki bir zarbaga uchragan vaqtda, bevosita holatda ko'ziga tegib turib, ko'zning vayron bo'lmasa, ko'zning ig'ir zarbaga uchirmaslik uchun Alloh subhanahu va taolo bu nimadan iborat, atrofini ustixon bilan qo'shilgan bir o'rak, bir xil qochining ichiga muhofazat qilib saqladi Alloh subhanahu va taolo. Uning atrofida hattoki har xil nurlar kirib ko'zni ziyon bermaslik uchun insonning ko'zini Alloh subhanahu va taolo barliq hayvonlarning ko'zini tatib nim bilan kirpiklar bilan qo'rishdi, qo'g'di de Alloh subhanahu va taolo har xil nurning kirib ziyon yetkazmasligi uchun. Va shundaqla inson talab ketgan vaqtda ter suyininki, terninki insonning ko'zining qarchig'ining ichiga kirib ketmasligi uchun qosh bilan to'sdi Alloh subhanahu va taolo. Uning keyindan ko'zimizning ichida ham ko'zimizga, chunki jamiyatda har xil muhitlarning ichida yashaymiz. Istutak, har xil mikroblar va har xil chang to'zonlar bor. Bu narsalar ko'zning ichiga kirib, ko'zni chatoq chiqarmaslik uchun, ko'zimizni ziyonga uchratmaslik uchun Alloh subhanahu va taolo bu ko'zga bir xil tuzliq suv ko'zimizda davomli holatda pokizlab yuvib turdi ko'zimizning ekranini, aynakini. Mikroblardan tozalab turdi. Buning xususiyatini so'zlab kelsak, doktor qarindoshlarimiz tibobatga qarindoshlarimiz nayt yaxshi bildi. O'sha ko'zdagi suvning qanchalik yuqori ahamiyatga ega ekanligi, nimalarni qildiganligini. Bu mavzuimiz bu sohada bo'lmoqlik uchun buni uzatmaymiz bu so'zlar. O'ylab boqaylik, bir ko'zimizni o'ylab boqaylik. Alloh subhanahu va taolo naqadar hikmatlar, naqadar go'zal yaratgan o'ylab boqaylik. Quloqimizni o'ylab boqaylik, Alloh subhanahu va taolo bu quloqni qanday yaratdi? Bu qadar go'zal shaklda yaratdiki, Alloh subhanahu va taolo o'ylab boqing qarindoshim, agarda mushu quloqingizni dunyodagi har qanday bir maxluqning quloqini insonning hozirgi quloq shaklining boshqasiga almashtirib tasavvur qilib boqing. Qanchalik sat bir maxluqqa aylanib qoldi bu inson shu vaqtning o'zida. Hech qanday bir inson har qanday darajaga berib yetmasin, hech kim hozirgacha va qiyomat kunigacha bir siqib deyamaydi-ki, insonning quloqi shu haqiqiy 100%lik go'zal bir shaklda, to'liq bir go'zal shaklda agar mundaq bo'lgan bo'lsa, teg'imi go'zal bo'ldi deb o'tirib chiqamaydi. Hech qilchilik qusur topolmaydi qarindoshlar, o'ylab boqaylik. Agar ma shaklda bo'lgan bo'lsa, go'zal bo'ldi, buningdanmi go'zal bo'ldi deb o'ylab bo'lmaydi, tasavvur qilmaydi.
Şu kadar güzel ki hiç kandak insan kusur tapamaydı bu şekilde. Nimedim. Bu kulakını hem Allah Subhanahu ve Taala sırttaki şu kadar güzel şekillerle kanmasın onu hatta ki bu kulakını anlaş kudretini ata kıldı Allah Subhanahu Taala. Şunçilik etrafı ustuhan bilen oralgan işçi bir xil nokaş bir işçi şundak bir nime nokaş halatiki işçi boşluk haletiga kirgizdi Allah Subhanahu Taala. Şundaqla tishini şu kadar güzel kıldı ve anlaş kabiliyeti ata kıldı. Hatta ki uxlamatqa vaqtida anglaydigan şekilde ma'lum bu anlaş kabiliyeti tügümeydigan ve şundaqla bu kulağının içine hatta ki uxlavatqa vaqtida insan uxlavatqanda har xil kichik hasharatlarning kirib ketmasligi uchun kulağının içinde bir xil achchiq bir suyuqlikni Allah Subhanahu kulağının içine o'rlashtirgan. Hemmisi bizni qo'llash uchun qarindoshlar. Ig'izimizni o'ylab boqaylik qarindoshlar. Allah Subhanahu ve Taala şu kadar güzel şekilde yarattı ki insanın ig'izini insan yuqorida deganimizdek tafakkur qilish, bu tamoq yeydigan, so'zlaydigan şekilde qilib yaratdi Allah Subhanahu. Yemek içmekimiz hem bu yerden, sözleşimiz hem bu yerden. Allah Subhanahu Taala şu kadar büyük bir hikmet bilen yarattı ki bu iki kalpimiz, ig'izimiz biz tamoqni akagan vaqtimizda avtomatik holatda echildi qarindoshlar. Herkes mi ig'izim echilgan ben tamoq yeyapman deb buni buyruq bermasakmi avtomatik holatda echiladi. Şu hemen avtomatik tabiiy holatda echiladi. Bunun içine kirgizgen yemeklerimiz bolsa kişilerimizin arasında yençilip paç holatda bo'ladi. Eminette tilimiz mi hem göç, ig'izimizni göçün çaynagan bolsak mı tilimiz sapsaq holatda göçni izib vayron qilib o'timiz, göçni chaynab har qanday narsani chaynasak, uşaq kukumtalgan qilib o'timiz, tilimiz saq holatda turdi. Tishlarimiz harakatlanib turdi. Bu xuddi bir intayin zamonaviy hiçbir kusur bo'lmagan bir acayip üskünleşken bir zavod o'xshaydi qarindoshlar ig'izimiz o'ylab boqaylik. Onun için shunday to'xtamasdan harakat qildi. Ig'izimizning ichidagi sho'lgaylarimiz bo'lsa, o tamoqni yeyotgan tamoqlarimizni yumishtirib, uni gallarimizdan oshqanimizga nihoyat yenik, güzel bir şekilde o'tishiga yordamchi bo'ladi. O'ylab boqaylik, tillarimiz bo'lsa, gap qilgan vaqtda ham shunchalik tez suratda harakatlanadiki, insan tafakkur qilsa Allohning qudratini, Allohning hikmetide hayron qolarlik darajada Allohning qudratli zot ekanligiga taslim bo'lmay turamaydi. Acaba mushu narsaning hammasini kim yaratdi qarindoshlar? Kim yasadi buni? Kim mushu a'zolarimizni ana shundoq harakat qilishga, ana shundoq vazifalarni ijro qilishga boshlagan, shu vazifalarni ijro qilishni ko'rsatgan, shu vazifalarni ijro qilishni o'rnatgan zot kim o acaba? O'ylab boqaylik. İlahum ma'allah. Allah Subhanahu ve Taala bilen. Acaba şu narsalarni yaratgan Allohdan boshqa iloh bormi? Buni qila oladigan Allohdan boshqa bir qudrat, bir kuch bormi qarindoshlar? İbnul Qayyum rahimahullah shundoq degan ediki, "Men ta'ammala ba'da hidayatihi fi xalqihi la'alima annahu al-ilahul wahidul haq allazi yastahiqqu an yuwahhad ve yastahiqqu an yu'bada bila munazi aw sharik." Qandaq bir insan Allah Subhanahu ve Taala'nın mahlukatları içinde, mahlukatlarının her qandığıda özünün cismi, özünün bedelleri, cisimleri emas. Bütün mahlukatlarının her qandığıda Allah'ın şularını o'rlashtirgan vazifeler, şularga o'rlashtirgan kabiliyetlerde tefekkür kılıp kabiliyetlerinin ba'sida, hammasida emas, ba'sida tefekkür qiladigan bo'lsa, o'ylanadigan bo'lsa, elbette o insan şu işinin yalğız ve yalğız yani bir dep itiqat qilishga loyiq, ibadet qilishga hiçbir talash tatisiz holatda yalğız ibadet qilishga en haqliq bo'lgan Allah Subhanahu ve Taala yakkigan Allah Subhanahu ve Taala ekanligini biladi buni. Ana shuni shunda o'rlashtirgan zotning Allah ekanligini biladi deb shunday degan ekan Ibnul Qayyim rahimahullah. Demek Allah Subhanahu ve Taala ana shunday yaratdi bütün mahlukatlarni. Har qanday mahlukta Allah Subhanahu ve Taala'nın birlik barligini ko'rsatadigan dalillar tulib tashliq. Bu she'r shunday güzel bir she'r ki, "Fa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu al-wahid. Salil wahata al-khadra'a wal-ma'a jariya, salil layla wal-isbaha wat-tayra shadiya, walau junna hadha al-layl wa imtadda sarmada." Femen gayru Rabbi yurci'u subha saniya. Allahu Ekber. Qarindoshlar.
her qandaq narsada ma'nosi, qisqacha ma'nosi, har qandaq bir narsada Allah subhanahu va taolaning yakki yegona ekanligini ko'rsatgan dalolat dalil bor edi. Uningda tafakkur qilsam, har qandaq narsada Allah'ның birlik barlığını ko'rsatgan dalil bor edi. So'rg'in ey inson, yop-yeshil o'rmonliqlardan, yop-yeshil ketgan shu o'tloqlardan so'rg'in, iqiyotgan suvdan so'rg'in, kechidan so'rg'in, kunduzdan so'rg'in, qushlardan so'rg'in. Agar kech kelsa, kechi qorong'ulikni o'zini butun osmonga kech qorong'u bo'lib, osmonga butun qorong'ulikni yoygan vaqtda so'rg'in. Agar shundoq bo'lsa, Rabbimdan boshqa, Parvardigorimdan boshqa yana bir subhini qaytirib beradigan kim deb so'radi. Rabbimdan boshqa ikkinchi qatim kecha bo'lib qorong'ulik butun jahonni qoplagan vaqtda Parvardigorim Allohdan boshqa ikkinchi qatim shu subhini qaytirib beradigan kim deb so'radi. O'ylab boqaylik xilnasar. Demak, bu yerda texnik uzatishni xohlamayman. Endi hidoyatning umumiy qism bo'lsa, al-hidoyatu amma dedik. Ya'ni birinchi hidoyat, umumiy hidoyat dedik. U bo'lsa-mu yuqorida so'zlab o'tdik umumiy hidoyatni. Allah subhanahu taolaning har bir maxluqni o'ziga loyiq ravishda eng go'zal shaklda, eng go'zal uslubda yaratganligini bilib chiqdik. Endi hidoyatning ikkinchi qismi bo'lsa, u bo'lsa-mu hidoyatud dalala. Ya'ni dalolat qilib qo'yish, ko'rsatib qo'yish, bayon qilib qo'yish, tunishtirib qo'yish, yo'l ko'rsatib qo'yish hidoyati. Bu hidoyat. Bunun ma'nosi, ya'ni Allah subhanahu va taolo insonni yaratdi va uningga yo'l ko'rsatdi. Qanday yo'lda mangadiganligini Allah subhanahu taolo dunyo hayotida ko'rsatdi hamma. Hidoyatning qaysi ekanligini, to'g'ri yo'lning qaysi ekanligini, xatoning qaysi, halolning qaysi, haromning qaysi ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Yaxshilikning qaysi, yomonlikning qaysi ekanligini ochiq oshkora holatda ko'rsatib qo'ydi degan gap ma'nosi. Biz Allah subhanahu va taolaning, ya'ni Allah subhanahu va taolaning insonga qanday ko'rsatganligini tuvandagi oyatlardan tafakkur qilib, har bir oyatni tafakkur qilib o'ylab boqaylik. Allah dediki sura Baladda: "Va hadaynahun najdayn." Biz insonga ikki yo'lni hidoyat, ikki yo'lni ko'rsatdik dedi. Ya'ni yaxshilik yo'lini, yomonlik yo'lini ko'rsatdik. Ochiq oshkora holatda bildirib qo'ydik unga, ko'rsatib qo'ydik qaysini haq, qaysini haq ekanligini. Sura insonda deydi-ki: "Inna hadaynahu sabila imma shakiran va imma kafura." Biz insonni yo'lga, ya'ni insonga yo'lni ko'rsatib qo'ydik dedi. To'g'ri yo'lning, haq yo'lning qaysi ekanligini ochiq oshkora bayon qilib qo'ydik, ko'rsatib qo'ydik. Endi inson yoki shokir bo'ladi, bu hidoyatga erishib, Allohning ne'matiga shukr qilib, Allohning ne'matini to'lg'an holatda, Allohga shukr qilgan holatda dunyoda yashaydi, yoki kafura, bu ne'matlarga, bu to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ygan bu ne'matlarimizga kufrlik qilgan holatda, buni to'nimagan holatda, buningdan bosh tortgan holatda yashaydi dedi. Allah subhanahu sura Şems dediki: "Ve nefsin ve ma sawwaha fa alhamaha fujuraha ve taqwaha qad aflaha men zakkaha ve qad khaba men dassaha." Ruh bilen Allah deydi ki böyle, ruh bilen ve onu chiroyli, güzel şekilde yaratgan Allah bilen qasamki dedi. Allah bilen qasamki. Bu Allah fa alhamaha fujuraha ve taqwaha dedi. Onunğa yaxshilikni, ya'ni yaxshi yomonlikni bildirgan zot endi. Allah subhanallah shu ruhni yaratgan va ruhni eng go'zal shaklda yaratgan va uning keyindan bu nafsga, bu jonga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, qad aflaha man zakkaha, ya'ni shu ruhni, shu nafsini poklagan, uni yomon yo'ldan cheklagan, to'g'ri yo'lda mangan kishi chuqum muvaffaqiyat qozongan, chuqum g'alaba qilgan, murodiga yetgan kishi bo'ladi. Murodiga yetadi undaq kishi dedi. Bu ruhini poklagan, bu ruhini to'g'ri yo'lda mang'uzgan kishi chuqum murodiga yetadi dedi Allah subhanahu taolo. Va qad khaba man dassaha. Amma o'z nafsini Allohning shu ne'matlarini inkor qilish bilan, shu ne'matlarni tunimaslik bilan o'z nafsiga o'zi zulm qilgan, o'z nafsini kamsitgan, o'z nafsini dassigan, bu ruhini pokizlamagan kishi bo'lsa, chuqum o ziyon tatquchi kishidir. Chuqum ziyon tatadi bu kishi dedi Allah subhanahu taolo. O'ylab boqaylik qardoshlar. Allah subhanahu taolo bizni ruhini poklovchi, to'g'ri yo'lda mang'uchi kishilardan qilsin, Allohdan so'raymiz.
Demek Allah subhanahu ve taala ikinci hidayet türümüz dedik ki, yani bayan qilib qo'yish, ko'rsatib qo'yish, irshad, yo'l ko'rsatib, uni tonishtirib qo'yish, tonitib qo'yish hidayeti dedik. Endi Allah subhanahu acaba so'rab baqaydi. Allah yani bir narsani ko'rsatib qo'yib, to'g'ri yo'ldan bayon qilib qo'yiblar, bo'ldi qildimi? Ha? Bu mening to'g'ri yo'lim. Mushunda maqsam bo'ldi, maqmasang jahannam bor deb sana shubha tashlab qo'ydim Allah subhanahu taala. Şüpheti bizni tashlab etdimi bandalarni? Yo'q. Allah bunun bilan tashlamadi. Allah'ның rahimdilligidan, Allah'ның rahmetining ne kadar yüksekligidan, bandalarga ne kadar kuyimchanligidan Allah subhanahu ve taala bu hidayetga boshlab qo'yiblar, yo'lni ko'rsatib qo'yiblar, Xudoyim g'amanat demadi. Qilsan, qilmasan yo'q demadi. Belki bu hidayetden ko'rsatib qo'yish, bayon qilib qo'yish, tushuntirib qo'yish hidayetidan keyin bunun bilan tashlab qo'ymasdan balki butun mahluqotlarga, bandalarga payg'ambarlarni, elchilarni avatdi Allah subhanahu taala. Mening shu bandalarimga, mening bu yo'limni haqiqiy, texim va tafsiliy tushuntirib, bayon qilib, ularning qo'lidan tutib haqiqat yo'liga elib manganda payg'ambarlarni avatdi. Kitoblarni nozil qildi. Hattoki barliq payg'ambarlar, elchilarning hammasi insonlarni shirk, butparastlik, har xil narsaga cho'qinish, har xil narsani yaxshilik kutish, shunchalik kufri iqimlarning jihligidan qarindoshlar, shu kufri iqimlardan, shu shirk iqimlarning hammasidan insonlarning shu zalolat, shu gumrohlik, shu qorong'ulikdan insonlarning qo'ldan tutib, hidoyatning nuriga, tavhidning nuriga, Allohning yo'liga boshlab chiqish uchun Allah subhanahu va taala butun payg'ambarlarni avatdi Allah subhanahu va taala. Allah dedi ki: "Ve ma kunna muazzibina hatta nab'asa rasula." Biz hatta ki Resul peygamber evetmegiçe insanlarını azaplıqçı olmadık dedi. Azaplıqçı olmadık. Yani biz insanların cinayetini ceza verişten burun o cinayetini insanlara tunuşturmaz. Peygamber evettik, hak yolunu bir kitap düşürdük. Ha, o kitabını bayan kıpırdıgan peygamberlerini evetip insanlara onun hata işkenliğini bildirdik. Onun keynidin büyün tavlıq qılğıcılar. Onun keynidin Allah'a tacavuz qılğıcılar cezasını ana şu vakitte çekilir. Allah subhanahu ve taala yine Sure Nisa'da şundak diyor ki: "Rusulen mubeşşirin ve munzirin li'alla yekuna lin-nasi 'alallahi huccetun ba'da rusul." Yani hoş bisharet bergüçi, agahlandırıcıdır. Allah'a iman etkiçilerine hoş bisharet bergüçi, Allah'a boysunğuçlar, doğru yolda mangıçılarga hoş bisharet bergüçi, onunla boyun tavlıq qılğıçlar, inkar qılğıçlar, Allah'a çoğunçılık qılğıçlarını agahlandırıcı peygamberlerine evet dedi Allah subhanahu taala. Hatta ki insanlara şu elçilerden kin Allah insaniyet ki şu elçilerini evetkendiğin kin kıyamet günü Allah'ın aldığı bir ya Rabbi sen bizge hiç kandak bir elçi evetmedin sen? Bizge hidayetini düşündüğün, doğru yolunu düşündürdüğün bir insanlarını evetmedin? Biz şuna ezip kettik deyip Allah'a hüccet koyuyamaslık için biz insanlarga ne kıldık? Kitabını düşürüplen bulduk ama belki insanlarını şu kitaptaki çağırdıgan, şu doğru yolu çağırdıgan peygamberlerini evettik. Bunu kılsan Allah'ın hoş bisharet cenneti var sana. Bunu kılsan Allah'ın cehennem var, Allah'ın kattık azabı var deyip agahlandırıcı itaat qılğıçılarga hoş bisharet Allah'ın nazı nimetlik cennetinin hoş bisharet bergüçi peygamberlerini evettik dedi. Ha? Bu ayetler nayet köp qanday söylep kelsek ve ila samuda ahahum mesela Sure Hud'da ahahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru. Sure Hud dedi ki mesela Samud kavmiga Salih aleyhisselam'la evetti Allah subhanahu taala. O Salih aleyhisselam kavmiga dedi ki ya kavm, ey kavm Allah'a ibadet kılanlar dedi. Sizler üçün onundan başka ilah yok, ibadet kılışkı layık, çokunuşkı layık, hakiki Rab perverdigar buluşkı layık, onundan başka ilah yok. Allah'a ibadet kılanlar ey kavm da şundak ne? Ad kavmiga bolsa Hud aleyhisselam'la evetti. Ya kavmi ibudullah, bütün peygamberler kavmini ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim, Allah'a ibadet kılanlar, onundan başka sizler üçün onundan başka ilah yok. Sizler üçün sizler çokunduğun haqlıq boğan, çokunuşqa haqlıq boğan, ibadet kılışqa haqlıq boğan Allah'tan başka ilah yok deyip şundaq davet kılgan kavmini.
Demak, yana bir xulos qilib aytsak, har qisur Fatihada im min ummatin illa khala fiha nazir deydi. Yani qandaq bir ümmet bo'lsin, yer sharida Adem alayhissalom dunyoga kelgandan boshlab payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kelgacha bütün insoniyat, bütün ümmetga qandaq bir ümmet bo'lsin, u ümmetda şu ümmetni agahlandırıcı bir payg'ambar kelgan o ümmet kerak. O ümmetni Allah'ın azabından eğer inkar qilib Allah'a bo'ysunmasa, Allah'a iman etmese, Allah'ın büyük azabı ekanligini agahlandıradigan, qavmin agahlandıradigan, şu ümmetni agahlandıradigan payg'ambar o'tmay qolgan, payg'ambar kelmay qolgan bir ümmet yo'q deydi Alloh subhanahu taala. Bizning payg'ambarimiz Hazreti Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem bilen şereflendik. En hürmetlik, en isil peygamber bilen şereflendik. Ana şundaq peygamberning ümmeti bo'lishqa Allah subhanahu ve taala bizni nasib qildi. Biz ana shunga kuchli harakat qilishimiz kerak. Demek Allah subhanahu ve taala bandalarini ularga hujjatni turg'izib bo'lgandan keyin, ularga payg'ambarlarni avatib bo'lgandan keyin, ondan keyin bo'yin tovla qiluvchilarni Allah subhanahu ve taala azoblaydi. Yana Allah subhanahu wa ta'ala'nın qaranlığı, yana Allah'ın büyük bir rahmetinden birisi. Allah subhanahu wa ta'ala bütün ümmetki peygamber evetti. Her bir ümmetki peygamber evetti. Ulan Allah'ın ki rahmetini düşendirdiğen, azabını agahlandırdiğen. Bunun bilen birge qanmasdan şu ümmetinin peygamberlerine, şu peygamberge mirasxo'r varislarni ata qildi, varislarni tayyorladi. Şu peygamberlerge mirasxo'r bo'ladigan peygamberlarning izidan minib insoniyatni to'g'ri yo'lga yetaklab boradigan varislarni, mirasxo'rlarni hozirladi Allah subhanahu taala. Ular varislar kim o? Peygamberlarning varislari kim? Peygamberlarning shar'iy varislari al-ulama, ad-du'a, as-sadiqun. Olimlar, haqiqiy rostchil da'vatchilar, haqiqiy rabbani ulamolar. Ana shular insaniyetni özlerinin peygamberi dünyadan ketkendikin insaniyetni şu peygamberinin yolida menip şu peygamberinin çağırıqı bilen insaniyetni to'g'ri yo'lga yetaklab ularning qulidan, ularni shirkning, buzuqchilikning yaman yo'ldan insaniyetning qulidan tatib haqiqat yo'liga, Allohning yo'liga, Allohning paygamberining yo'liga yetaklab boradigan kim o? Allohning payg'ambarlaridan keyin ana shu payg'ambarlarning yo'liga ergashib borgan haqiqiy rostchil ulamolardir. Ana şu ulamalar insanlar. Allah rahmetinin büyüklüğünü yana bunu özüp koymasın. Peygamberler ketkendiken bu işten özülüp kalmaslığı için şu Allah'ın özünün şu kitabını, şu peygamberinin yolunu insanlara toxtumasdan düşündürüp durduğun ulamalarını hem tayarlap ediyor Allah subhanahu taala dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan ki, Müslim'de rivayet kılan hadis, sahih hadiste, "Ma min nebiyyin ba'asahu Allahu fi ummetin qabli illa ve kana lehu min ummetihi havariyun ve ashabi." Allah subhanahu ve taala menden burun her qandaq bir ümmetke bir peygamber evetse, şu peygamberge, şu peygamberinin ümmetinden havariler batı dedi. Ashab sahabeleri var. Şu peygamberden her qandaq bir peygamber ölsün, o peygamberden sahabeleri onu kollaydigan, onun izidan mangadigan, aşında ularniki o şu peygamberinin özlerinden peygamberinin sünnetini təşviqat qildigan, sünnetini elib mangadigan, tutub mangadigan şundaq bir türküm ularning endi amrah bo'lib, ularning ish izidan mangadigan şundaq sahabelerni qıpbadi Allah subhanahu taala dedi. Allah bir yerde soraymiz ki Allah subhanahu taaladan bizni ana şu en ahirki peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge havari qilib berishini Allah subhanahu taoladan so'raymiz. Rasululloh so'zining oxirida shunday deydi ki, yana ana shunda bütün peygamberlarga şu havari sahabelarni qilib berdi, ya'khuzuna bi sunnatihi ve yaqtaduna bi amrihi. Ular şu özlerining paygamberining sunnatini tutib mangadigan, uning işiga, dünya hayatida elib borgan barliq ishlarga ergashib iqtido qilib mangadigan shundaq kishilarni qilib berdi. Summa innahu takhallafa min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Onun kaynidan kelgan bir turkum kishilar bo'lsa, bir turkum insonlar bo'lsa, bir turkum avlodlar keldiki, ular kelgan vaqtda yaquluna ma la yaf'alun dedi. Ular o'zlari qilmaydigan ishlarni qiladi dedi. O'zi qilmaydigan ishlarni deydigan kishilar keldi dedi. O'zi qilmaydigan ishlarni deydigan ve yef'aluna ma la yu'marun. Peygamberleri tarafından buyurulmagan narsalarga, Allah tarafından buyurulmagan narsalarni qiladigan kishilar keladi dedi.
Deydi ki Peygamber Aleyhisselam فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Kim ki ana şundaq kişiler bilen kulu bilen uruşsa فَهُوَ مُؤْمِنٌ dedi. Kulu bilen cihat kılsa o mümin dedi. Kim ki aşundaq kişiler bilen tili bilen cihat kılsa, tili bilen ulanın kılıvatkan işinin hata işkenligini inkar kılıp ulağa hakkını düşündürse, tili bilen ulağa uruş açsa o mümin dedi. Kim ki ana şundaq kişiler bilen kalbi bilen eğer hiç nimini kılanmasa, kalbi bilen inkar kılıp ulanın kılıvatkan işinin hata işkenligini kalbi bilen inkar kılıp kalbi bilen cihat kılsa فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْاِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Hem bunun din keyin yani kalbi bilen mi inkar kılmay, kalbi bilen mi cihat kılmaydigan undaq kişiler bilen onun keynidin iman deydigan nasidin kıçının danısçilik bir iman kılmaylı o insanı dedi. Eğer de şundaq karış çıkmasa, şundaq cihat kılmasa dedi. Demek bu hidayetud dalale deganimiz ikinci hidayetning turi bo'lgan dalalet bayon qilib qo'yish hidayeti. Bu hidayetni xulos qilib aytsak, bütün şu peygamberler, şu ümmetning peygamberi dunyodan ketgandan keyin haqiqiy rostchil o'limalar davomlashtiribmadi. İnsanlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib bayon qilish vazifasini o'limalar davomlashtiribmadi. Chunki ular bütün peygamberlarning haqiqiy shar'iy qonunliq varislaridir. Allah subhanahu wa ta'ala Sure Yusuf'ta şundaq deydi ki: "Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana ve men ittaba'ani." Allahu ekber. Etqini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mening yo'lim degan dedi. Bu mening yo'lim. Men bu yo'lga, bu yo'l bilan Allah subhanahu wa ta'alaga, Allah tarafga, yani men qanday basira, uçq aşkara holatda, ro'shan holatda men da'vat qilman Allohga dedi. Bu mening yo'lim. Men bu yo'lni uçq aşkara holatda men da'vat qilman Allah subhanahu. İnsanlarni Allohga mana shu uçq aşkara dalillarni qo'yib turib, ro'shan holatda Allohga da'vat qilman men va men ittaba'ani dedi. Va menga ergashganlar shunda da'vat qildi. Va mening yo'limda manganlar ana shundoq da'vat qildi. Deb shundoq degin, shundoq aytqini Muhammad sallallohu alayhi vasallam Sura Yusufda shundoq dedi Allah subhanahu taala. Demek endi hidoyatninki 3-chi qismiga kelsak, 3-chi qism bo'lsa hidayatut tawfiq. Tawfiq, muvaffaqiyat ato qilish. Allah'ның tawfiq qilishi deymiz-ku, yani Allah'ның onunga muvaffaqiyat berishim, Allah'ның uni muvaffaq qilishi shu ishni qilishga, muyassar qilishi, muyassar qilish, muvaffaq qilish hidoyati. 3-chi hidoyatning turi. Endi bu hidayet bo'lsa, hiçbir farishta ham bu hidayetga ega emas. Payg'ambar mi ega emas qilsa bu hidayetga. Hatto ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerinin katısı bo'lgan Sayyiduna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hidayetga ega emas. Bu tevfik hidayetini, bu muyassar qilish hidayetini faqat ve faqat bununla kim ega? Yalnız Rabbimiz Allah subhanahu ve taala egidir bu hidayetga. Şunda hata anlamadınlar. Yalnız Allah subhanahu ve taala hidayettir. Bu hidayetki hiç kim ega emas Allah'tan başka. İnsanның qo'lidan keldigan narsa, insonning ustidagi vazifa nima? Bizning ustimizdagi vazifa, o'limalarning ustidagi vazifa, payg'ambarlarning ustidagi vazifa, payg'ambarlardan keyin o'limalarning ustidagi vazifa. Nima ularning ustidagi? Faqat va faqat hidayetud dalalayni, ikkinchi hidayet bo'lgan ko'rsatib qo'yish, bayon qilib qo'yish, tushuntirib qo'yish, yo'l ko'rsatib qo'yish hidayeti. Bu payg'ambar va payg'ambarlarning varislari bo'lgan o'limalarning qo'lidan kelgan narsa. Buni izlaydi insonlarga qaysi yo'ldan tushuntirsam, qaysi yo'ldan ko'rsatsam, qaysi yo'lda haq yo'l ekanligini insonlarga tushuntirib ko'rsatib qo'ysam da buni izlanadi. Va sabablarni izlaydi, qaysi sabablarning eng yaqin sabablar ekanligini tirishidi buningga, va uning keynidan Parvardigorimiz Allah subhanahu buni chiqarib bo'lgandan keyin Rabbimiz Allah subhanahu va taoladan bizga ana shu hidayatga bizni muvaffaq qilishini, ana shu hidayatni bizga muyassar qilishini Rabbimizdan so'rab qolamiz faqat. Şu hidayatga bizni yetishtirishini, şu hidayatga bizni yetkazishini Allohdan so'rab qolamiz. Allohdan boshqa hech kim ega emas bu hidayatga. Bu tavfiq hidayati nima desangiz, Allohning sizga muvaffaqiyat ato qilishi, shu yo'lga muyassar qilishi dedik.
Allah'ның sizni kafirlardan emas, balki mu'minlardan o'zini bir deb e'tiqod qiladigan tavhid egalaridan qilishi, iymon egalaridan qilishi va o'zining to'g'ri, mustahkam to'g'ri bo'lgan yo'lining ustida sizni sabatli holatda shu yo'lning ustida mang'izishi, bu faqat kimning qo'lidan keldi? Yolg'iz Alloh subhanahu va taolaning qo'lidan keldi. Hargiz bu sizning qo'lingizda emas va yoki mening qo'limda emas va yoki o'limalarning qo'lida emas. Hech kimning qo'lida emas bu. Bu yerda shu narsani ham nihoyat ochiq bilib olishimizga bu shundoq bir go'zal bir dars borki, bu yerda ulamolar va da'vatchilar bilib olishga tegishli shundoq bir go'zal bir dars borki, ulamolar va da'vatchilar Alloh bilan bo'lgan adabni bilib olishi kerak bu yerda dedi. Alloh bilan bo'lgan o'zining adab axloqini bu yerda nihoyat inchki bilib olishi kerak dedi. O'zining vazifasini bilib olish kerak. Mening vazifam, ey ulamo, ey da'vatchi, sening vazifang nima? Sening vazifang faqat ogohlantirib qo'yish, yetkazib qo'yish. Ey insonlar, ey qavmim, ey xalqim, ey millatim, bu yo'lda mangma, bu yo'l xato yo'l, bu yo'l to'g'ri yo'l deb kirib ketsa, xato yo'lda minib qolsa, Allohning qanday narsa to'g'riligini, qanday azoblarni tayyorlaganligini ogohlantirib qo'yish va insonlarga yetkazib qo'yishdan iborat. Vazifamiz bu. Ammo qalblar, uni qabul qiladigan qalblar bo'lsa, biyadi allamil g'uyub, Alloh subhanahu bütün g'ayiblarni bilguchi Alloh subhanahu va taolaning qo'lidadir buni. Uning ochqichi Alloh qalblarning ochqichi Alloh subhanahu va taolaning qo'lidadir. Shuning uchun ulamo, da'vatchi hammasi nima desa, faqat va faqat Qur'on va sunnatdan iborat. Bu manbaga asosan to'g'ri holatda xuddi zaminga inson terilmoqchi bo'lgan inson zaminga urug' chachqanda urug'ni chechishdan iborat. Ammo natijani dehqon xuddi urug'ini chechib bo'lgandan keyin qiladigan qo'ldan kelgan hamma ishni qilib bo'lgandan keyin mevasini Allohdan natijasini kutgandek da'vatchi ham, ulamolar ham yetkazadi, bayon qiladi, ko'rsatadi, tushuntiradi. Uning natijasini faqat va faqat Alloh subhanahu va taoladan kutadi. Natija Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun biz hargiz ulamolar, da'vatchilar bandalarga qozilik qilish uchun bu yerda emasmiz. Qozilik qilish uchun kelmadik bandalarga. Nima qilish uchun keldik? Yetkazib qo'yish, bayon qilish uchun keldik. Ammo uni hisob oladigan, uning butun qilgan cho'ng kichik hammasini hisob oladigan kim? Alloh subhanahu va taolo. Butun g'ayibni biladigan kim? Alloh subhanahu va taolo. Din iborat. Demak, agarda buningga yana bir dalilni keltirsak, agarda hidoyat, ya'ni muyassar qilish, muvaffaq qilishdan iborat bu hidoyat, 3-hidoyatning 3-turi bo'lgan bu hidoyat agarda payg'ambarlarning qo'lida bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qo'lida bo'lgan bo'lsa, payg'ambarimiz tog'isi Abu Talibni hidoyat qilgan bo'ladi dedi. Abu Talibni to'g'ri yo'lga kirgizgan bo'ladi. Hidoyat kimning qo'lida ekan qarindoshlar? Payg'ambar alayhissalom ana shu tog'isi Abu Talibning hidoyat tepishi uchun yuragi puchlangan Rasululloh. Chunki Abu Talib hammamiz bilamiz, Rasulullohning hayotida shu mushriklarning barliq ziyonkashligidan, barliq suiqaslarning hammasidan jini bilan qo'rqadigan kishi Abu Talib. Ana shundoq bo'lishiga qaramay, shuning uchun payg'ambar alayhisalom tog'isining hidoyat tepishi shunchalik yuragi echishdi, yuragi puchlanadi payg'ambar alayhisalom hidoyat tepishi uchun, to'g'ri yo'lda menish uchun. Qilmagan ishi qolmadi, tushundirmagan narsa qolmadi. Hidoyat tepishni orzu qildi Rasululloh. Agar hidoyat payg'ambar alayhisalomning qo'lida bo'lgan bo'lsa, birinchi tog'isini hidoyat qilgan bo'ladi payg'ambar alayhisalom. Kimning qo'lida ekan? Hidoyat Alloh subhanahu va taolaning qo'lida edi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun bu yerda nima deydi desa, Allah Qur'on-i Karimda Sura Shurada dediki: "Va innaka latahdi ila siratin mustaqim" diye ayet bu yerda. Sen ey Muhammed sallallahu alayhi ve sellem sen albatta to'g'ri yo'lga boshlig'uchisan dedi. Bu yerdagi latahdi ila siratin mustaqim bu hidoyat tavfiq emas. Hidoyat dalal ikkinchi turi hidoyat dalal, ya'ni bayon qilib qo'yish, ko'rsatib qo'yish, ro'shan tushuntirib qo'yish. Ya'ni sen ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam albatta to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi, to'g'ri yo'lni bayon qiluvchisan, to'g'ri yo'lni sharhlab uchiq oshkora shu yo'lga boshlig'uchisan sen deydi. Ammo tavfiq hidoyati kimning qo'lida? Mening qo'limda ey Muhammad payg'ambarim dedi. Allah Sura Qasasda shunday deydi-ki: "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnalloha yahdi man yasha." Allahumma ij'alna minal muhtadin. Sen
sen yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qilolmaysan. Ya'ni hidoyatut tavfiq, muyassar qilish, hidoyatni turg'izib, sabatli holatda mang'udishdan iborat bu hidoyat mening qo'limda. Sening qo'lingda emas, Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Sen o'zing yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qilolmaysan, yaxshi ko'rgan kishini hidoyat qilolmaysan, lekin Alloh xohlagan kishini hidoyat qiladi. Ey Alloh bizni o'zingning hidoyatidan mangan, o'zing hidoyat qilgan kishilardan qilgin ya Rabbi. Buxoriy va uningdan boshqa hadislarda rivoyat qilingan bu hadisdan payg'ambar alayhissalom bu hadisni deyilsa payg'ambar alayhissalom tog'isi Abu Talibning qishig'i kirdi dedi. Ya'ni o'lim vaqtida, sakrat vaqtida kirdi qarindoshlar. Abu Jahlning bu tog'isining qishida Abu Jahl, Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Abi Umayya degan iborat bu mushriklarning katta boshlar bor edi. O'lim vaqtida Abu Talibning qishig'i kirdi tog'isining qishig'i. Payg'ambar sallam tog'isining yenda o'ltirib dediki: "Ya am, qul la ilaha illalloh, ya am, qul la ilaha illalloh." Ey tog'a, la ilaha illalloh degin. Ey tog'a, la ilaha illalloh degin. Kalima uhaju laka biha indallohi yawmal qiyamah. Men shu kalima bir so'zni degin, men qiyomat kuni Alloh dargohida qiyomat kuni shu so'z bilan hujjat qilib, shu so'z bilan Allohning oldida shuni hujjat qilaman. La ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu so'zni degin tog'a deb shunday deb ketdi. Abu Jahl nima dedi? Abu Jahl shu vaqtning o'zida Abu Talibga dediki: "Atarghabu an millati Abdul Muttalib." Sen Abdul Muttalibninki, ya'ni ota bobongning dinidan yuz o'ramsan sen, ey Abu Talib deb bu yerda Abu Jahl degan mal'un bu yerda Abu Talibning qishida Abu Talib shunday dedi. Ota onangning dinini tashlamsan sen deb shunday dedi. Degandan keyin Abu Talib nima dedi? Bi annahu ala dini abid. O'zininki Abdul Muttalibning dini, ya'ni ota bobolarining dini ustida ekanligini oshkorladi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerdan yuragi puchlangan holatda Rasululloh, shu qadar kuyimjon rahimdil zot Rasululloh yuragi puchlangan holatda tog'isining qishidan chiqib ketdi. O'ziga o'zi shunday deb chiqib ketdi. Ya'ni shu chiqib o'tib turib, o'ziga o'zi shunday dedi Rasululloh: "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Men senden cheklanmasamlam, ya'ni sana mag'firat talab qilishdan cheklanmasamlam, men sana cho'qim mag'firat, yanada Allohdan sana mag'firat talab qilaman. Tog'a deb o'ziga o'zi shuni degan holatda, pichirlagan holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tog'asining qishidan chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin bu yerda Alloh subhanahu va taolaning oyati nozil bo'ldi. Qaysi oyat qarindoshlar? Sura Tavbadagi bu oyat nozil bo'ldi. Ma kana lin-nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Bu ayet namasını peygamber üçün ve iman keltirgen kişiler, müminler üçün, müşrikler üçün, peygamber ve müminlerge müşrikler üçün mağfiret talep kılış caiz emas dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ki bu müşrikler urug' tuqqanlari bo'lsin-mi dedi. Yaqin urug' tuqqanlari bo'lsin-mi? Ular uchun Allohdan ularga mag'firat talab qilishni tilash, Allohdan ularga mag'firat so'rash joiz emas bu, payg'ambarga va mu'minlarga joiz emas bu. Hatto ki urug' tuqqan bo'lib ketsin-mi? Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya'ni ularga ana shu o'lib ketgan shu urug' tuqqanlar kim bo'lsa-bo'lsin, ana shunday shu kishilarningki jahannam ahlidan bo'lgan, kafir qavm ekanligi, jahannam ahlidan bo'lgan kishilar ekanligi bayon qilib oshkor bo'lingandan keyin yana o'zininki undaq kishilarga urug' tuqqanlar bo'lib ketsa-mu, mag'firat talab qilish joiz emas dedi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam dedi, men Abu Talib, men şu ota babamning dinda dedi emasmi, Abdul Muttolibning dinda men degandan keyin bu shu holatda o'ldi. Shu holat o'lgandan keyin bu yerda uchiq oshkor bo'ldi, o'zining kufr holatda o'lganligi. Ya'ni shunda kufr ekanligi, jahannam ahlidan bo'lgan ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin, bayon oshkorlangandan keyin payg'ambar va mu'minlarga bundaq kishilar uchun hattoki urug' tuqqanlar bo'lib ketsa-mu, ular uchun Allohdan mag'firat tilab qilish joiz emas degan oyat nozil bo'ldi. Demek hidayetü tevfik degan bu hidayet
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den qulda bo'lgan bo'lsa, albatta tag'isi Abu Talibni hidoyat qiladigan bo'ladi. Qarindoshlar, shuning uchun biz bu yerda yana bir dars ilinadigan yana bir dars shuki, har bir insonning o'zimizning Alloh subhanahu va taolaga ne qadar ehtiyojli ekanligimiz, qanchalik darajada cho'ng ehtiyojli ekanligimizni, qanchalik Allohning bizni har bir minut sekundda Allohning muvaffaqiyat ato qilishiga, Allohning muyassar qilishiga, to'g'ri yo'lda mang'ishiga qanchalik ehtiyojimiz bor ekanligini, ne qadar xuddi beliq suvdan ayrilmagandek inson Allah'a şu to'g'ri yo'lda hayotimni sana topshirg'icha, jinimni sana topshirg'icha ya Rabbi, meni to'g'ri yo'lda qilg'in deb Allah'ni şu jinimni topshirg'icha, Allah'ning bizni muvaffaqiyat ado, şu to'g'ri yo'lda mang'ishiga, shuningga muvaffaq qilishiga, shuningga muyassar qilishiga qanchalik cho'ng ehtiyojimiz bor ekanligini bilib olamiz bu qarindoshlar. Allah bilan qasamki, men bugun bu yerda sizlar o'ltirib, o'zim xohlab bu yerda o'ltiramayman qarindoshlar. Fakat ve fakat yalnız Allah subhanahu ve ta'ala'nın uğurlaştırışı bilen, Allah'ın meni sizlerinin aldığınlarda sözleşke müyesser kılışı bilen, Allah'ın bana bu tevfik ata kılışından söylemek kırmızlar aldığınlarda. Sizler hem ekran aldıdaki qarindoshlar, sizler hem bu dersini, bu Allah'ın ve Resulullah'ın sözlerini özünler xalab, mındaq uxlab chiqib filan ko'zinglarning chapqini etib o'zlikda bo'lib qolgan ish yo'q bu yerda. Alloh subhanahu va taolaning taqdir qilishi, Allohning sizlarni shuni anglashga muyassar qilish bilan anglaysizlar qarindoshlar. Hech bir narsa bekordan bekor bo'lgan ish yo'q. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. Allah bilen qasam ki sen bulmagan bolsan ya Rabbi. Sensiz ey Rabbimiz, Perverdigarimiz biz hidayet tapmagan bolatdık. Toğru yolda mağmagan bolatdık, mağmagan bolatdık. Roza tutmagan bolatdık, namaz okumagan bolatdık. Rabbimiz sensiz hiç nime emas edik biz. Sensiz hiç qandaq nasib olamaydık Rabbimiz. Bizge bizning ustimizga o'zing tarafidan bo'lgan, dargohingdan bo'lgan bir xotirjamlik, bir huzur halovatni bizning ustimizga tushirgin ya Rabbi. Ve bizning qadamlarimizni sana uchrashgan kunlarimizda, sana jonlarimizga topshirgan kunlarda, ana shu vaqtlarda hayotimizda ham sana uchirgan vaqtimizda ham bizning qadamlarimizni mustahkam qilgin ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi sura A'rafda: "Vellezina amanu va amilus solihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." İman keltirgan ve yaxshi amallarni qilgan kishilar. Bu yani biz hiçbir insonni faqat qudrati yetadigan narsaga taklif qilmaymiz dedi. Bu iman etgan, yaxshi amallarni qilgan kishilar ulaika ana shunday kishilar jannat egiliridir dedi. Jannat egiliridir. Ular jannatda mangu qoladi dedi. Jannatda mangu qoladi. Ayetinin ahirini tefekkür qilib qo'yaylik. Mush oyatning sura Arafning 42 oyati bu. Bu oyatning oxirida shunda deydi-ki: "Va naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Biz ularning qalblaridagi yuqoridagi oyatning 5-ida ular jannatga girardir, ular jannatda mangu qoladi dedi. Oxirida naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Biz ularning qalblaridagi o'chmanlik, adovat degan narsani ib tashlab o'tdik dedi. Allah'ım ya Rabbi bizni dünya ve ahirette kalbimizdeki mümin qarindoshlarımızga, müminlerge bo'lgan üç adamet, üç mellik, g'um deydigan bu narsaning hammasini bizning qalblarimizdan elib o'tgan ya Rabbi. Qalblardan biz elib o'tdik dedi. Ve naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar dedi. Ularning aslında ular cennette mangu qoldi dedi. Yani ularning astidan cennette ularning astidan o'sanglar yiqib turdi. Ve qalu ve ular deyishdi-ki: "Alhamdulillahillazi hadana lihada ve ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Allah 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 Allah. Deydi-ki: "Alhamdulillahillazi hadana lihada." Bizni bununga yetakligan Allohga hamdu sanolar bo'lsin ki dedi. Bizni yani dünyada to'g'ri yo'lda mangadigan, to'g'ri haq yo'lni tepib, mushundaq bir nazu ne'matga erishishga yetakligan, mushu nazu ne'matning yo'llarini, mushundaq bir jannatga kirishning yo'llarini bizga ko'rsatgan, bizni shuningga yetakligan, bizni shuningga hidoyat qilgan Allohga hamdu sanolar bo'lsin ki,
Ve ma kunna linehtediye levla an. Eğer de Allah subhanahu ve taala bizni hidayet kılmagan bolsa, bizni şu dünya hayatımızda bizni doğru yolda müstehkem kılıp, özünün yolda müstehkem kılmagan bolsa, biz hergiz mu hidayet tapmagan bolardık dedi. Cennet ehlinden deydigan sözü mavcuma kıyamet günü. Cennetning içinde turib deydigan sözü cuma. Rabbimiz eğer bizni Allah bizni şu dünya hayatımızda doğru müstehkem mana şu nimetke eriş yollarını bize körüstüp şunu yeteklep şu yolda bizni müstehkem kılmagan bolsa biz hidayet tapmagan bolardık. Bu müminninki özününki ne kadar aciz ekanligini Allah'ın aldıda Allah'ın onun ne kadar fazli keriminin yuqori ekanligini itiraf qilganligi bu müminninki bu ayette. Mümin hergiz bu yerda şunu bilmemiz gerek ki mümin hiçbir zaman özünü aklamaydı. Allah Kur'an-ı Kerim'de dedi ki فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Allah Kur'an-ı Kerim'de dedi. Sizler özünlerni aklamanlar dedi. Özünlerni vay men andaqdım vay men mudaqdım. Özünlerni aklap ketmanlar dedi. Allah Subhanahu ve Taala فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Yani kimning taqvodorlik qilganligini qalblardagi, yuraklardagi, qalblarda yushiringan narsani Allah en yaxshi biluvchi dedi. O'zinglarni aqlab yurmanglar dedi. Mümin hiçbir zaman özüde bir artıqçılıqning borligini, bir alohida bir xususiyatning bor ekanligini da'vo qilmaydi mümin dedi. Mayli so'zida bo'lsin, mayli amalida bo'lsin, hiçbir artıqçılıqni da'vo qilmaydi mümin dedi. Bu fazil artıqçılık, bu inayet Allah Subhanahu baştan ahir Allah Subhanahu Teala'ga idafet kılındı. Allah Subhanahu ve Teala nispet verildi. Allah kıldı bunun hemsini Allah Subhanahu Teala tarafından gelgendir. Eğer de bir mümin itaat kılsa, eğer ben itaat kılsam, beni şu itaatke yüzlendirgen, şu itaatte beni müstehkem olan kim? Allah Subhanahu Teala. Eğer de ben Allah Subhanahu Teala'na eslisem, kim beni şu zikirge, özünün zikirge beni başlayan, özünün zikirge beni müyesser kılan kim? Şeksiz ki Allah Subhanahu Teala'dır. Eğer de ben Allah Subhanahu Teala'ya şükür kılsam, beni şu şükür kılışkı müyesser kılan kim? Allah Subhanahu Teala. Eğer de ben ilim talep kılgıcı bolsam, bana ilimni öğretken kim? Allah Subhanahu Teala. Eğer ben bir nerseden Allah'ın maqsadını bir okuvatkan ilmimden Allah'ın muradını düşensem, bana şu düşünceni ata kılan kim? Allah Subhanahu ve Teala. Eğer ben ata anamga yaxşılık kılgıcı bolsam, şu ata anamga yaxşılık kılışka beni müyesser kılan kim? Allah Subhanahu ve Teala. Eğer de ben naite puldar kişi bulup sehi bolsam, kişilerge yaxşılıkını köp kılsam, köp Allah yolda çıkım kılsam, beni şu çıkım kılışka Allah yolda çıkım kılışını bana yaxşı kögözgen, beni suyumlu kılgan, beni şu işlerini kılışını yaxşı kögözüp, beni şu işlerini kıldırıp atkan kim? Beni şunun müyesser kılgan kim? Şeksiz ki ilgir ahir Allah Subhanahu ve Teala'dır. Demek bu artıqçılık, bu fazilet fakat ve fakat baştan ahir Allah Subhanahu ve Teala üçündür.